Assalomu hurmatli hamqishloqlar. Mana yo'lagimiz Xudo xolasa oxirlab qoldi. Birinchi ko'chadan 10-ko'chagacha bo'lgan masofada mana quyib kelyapmiz. Shu paytgacha kim hissa qo'shgan bo'lsa, topganiga baraka bersin, umridan baraka topsin. Mana endi yo'lagimiz oxirlab qoldi. Mana qasarimiz davom etyapti. Bundan keyin ham befarq bo'lmaysizlar. Hammamiz ko'chamizni ozoda saqlaylik. Yo'lagimizni ham ehtiyot qilaylik. Bundan keyin ham hasharga befarq bo'lmanglar. Ertaga Xudo xolasa katta hashar hammani taklif qilamiz. Yuragida o'ti borlar, bilagida kuchi borlar, uyida bir ishi borlar, qani bir hasharga keng. Ish o'ldirmas odamni, zavqi bordir bu damni, mag'rur bosib qadamni, qani bir hasharga keng. Bir kun ming kun bo'lmaydi, hech kim sizday bo'lmaydi. Kemaganlar kemaydi. Qani bir hasharga keng. Ishingiz chetga surib, shu yerda mag'rur tik turib, savob qiling, yo'l qurib. Qani bir hasharga keng. Yetarmakan aqdingiz, yetsa shudir baxtingiz. Agar bo'lsa vaqtingiz, qani bir hasharga keng. Sağlam handa, sağlam tanda. Hasharni do'stlar qilmang kanda. G'ubor bo'lmaydi hasharga qarashganlarda, qarashmay qochib yuradi mana shunday kunlarda. Ne qay? Sog' bo'ling. Rahmat. Mana shu qishlog'imizga birligimizga har doim shunaqa bo'lsin. Mana bosh qo'shnilarimiz bor. Mana raisi Kamoljon bor, Ahmadjon bor, Akbarjon bor. Mana shularga kuch-quvvat bersin. Bundan tashqari yana ishlar ko'payaversin. Ajama xalqi birligi yo'qolmasin. Har doim shunaqa bo'laversin. İşler yaxshi ketyapti. Yana ham ko'payaversin hasharchilar. Obod bo'laversin qishlog'imiz. Islom obod bo'l. Xalqimizga rahmat, davlatimizga ham rahmat. Xizmat qilayotgan barchasiga Xizmat qilayotgan hammasiga ming rahmat. Kamen, kamen,